Hello YouTube'lar, sizlar bilan birgalikda yana men o'sha Asilbek Hoshimjonov. Bugungi video darsimizda bizlar sizlar bilan Windows 10 va 11 uchun top 7 ta tezkor tugmalarini o'rganib o'tamiz. Bu tezkor tugmalar bizga nima uchun kerak? Bu masalan siz bir joyga kirishingizda yoki chiqishingizda sizga juda kerakli narsalar. Bu shunchani mishkasini olib borib o'tirmaymiz, prosta biz shuni tezkor tugmalar bilan amalga oshiramiz do'stlar. Xo'p, agar sizlar tayyor bo'lsanglar, men videoni boshlayman. Bizni birinchi tezkor tugmamiz do'stlar oynadan nima deydi, kopiya nusxa olish. Buning uchun masalan siz zagruzka bo'limiga kirishingiz kerak, yana qaytadan Etude kompyuterga kirib o'tirmaysiz. Etude kompyuterga kirib yana o'sha bo'lim papkani ichiga kirib chiqmasdan sizga yana o'sha narsa kerak bo'lsa bundoq qilib bittada shuni olib kelasizda Ctrl N и всё. Bizga o'sha biz qayerda turgan bo'lsak, o'sha qayerda turib Ctrl N deb bosgan bo'lsak, o'sha papkani chiqarib beradi mana. Ctrl N yana bitta chiqarib beryapti mana. Ctrl N. Do'stlar, Ctrl N bilan biz shunday qilib o'shanlardan nusxa olib olsak bo'ladi. Xo'p do'stlar, bizda ikkinchi tezkor tugmamiz bu tezkor papka yaratish usuli bo'ladi. Masalan, siz oldin bu ishlarni tomonini bosing, oldin sozlikka kirib papkani bo'sharamdingiz, endi buni tezkor ochish holatda hop Ctrl Shift N deb bossangiz, sizda papka chiqarib beradi. Nomini yozaveradi va shuna qilib papkani bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, bizda keyingi tezkor tugmamiz bu tezkor screenshot qilish, ya'ni bizga kerakli joyni tezkor screenshot qilish. Buning uchun biz klaviaturamizda Windows Shift S tugmalarini bosib olgan holatda bizga screenshot qilish imkoniyati beriladi. Mana ko'rib turibsiz va mana chiqqan o'yinda o'zingizga kerakli joyni tanlaysiz. Masalan, bizga mana shu yer kerak va shuni belgilab turib qo'yib yuboramiz. Endi buni hozir qarasanglar, bu bizani bufer обменaga tushib qoladi. Bufer обменani biz qanday ochishimiz mumkin? Telegram yoki biron joyga kirib turib Ctrl Вставить tugmalarini bosgan holatda biz bufer обменadan tushirib olishimiz mumkin. Yoki mana bunaqa chiqqanda ustiga bir marotaba bosib, mana bir marotaba bosgan holatda kirib saqlab olishimiz mumkin do'stlar. Do'stlar, bizda keyingi tezkor tugma bu tezkor belgilab olish. Biz masalan mana bu yerda keraksiz narsalarni belgilamoqchi bo'lsangiz, mana bunday qilib belgilaysiz. Bo'lmaydi-ku, mana sekin bo'lib ketadi. Xo'p, buni tezlashtiruvchi usullardan biri mana o'sha joyga kelasizda, kelgan holatda mana shunda Ctrl A tugmasini bir marotaba bossangiz, mana Ctrl A ni bossangiz, hop, bizga mana hammasini belgilab beradi. Mana 93 ta elementni bittada, ya'ni Ctrl A tugmasi bilan bittada bizga belgilab beryapti va bu Ctrl A tugmasi ila tezkor belgilash do'stlar. Xo'p do'stlar, bizda keyingi tezkor tugma Windows E tugmasi. Bu nima uchun kerak do'stlar? Biz mana bu yerda Etude kompyuter yo'q bo'lsa sizlarda, mana shuni topib kirishinglar kerak bo'lsa, Etude kompyuterga mana yoki mana 2 marta bosib qiynalib kirib o'tirmasdan, endi qiynalish emas, Windows E tugmalarini bossanglar, sizlarga o'zi Etude kompyuter mashqqa kirmoqchi bo'lgan narsalarni ochib beradi. Men buni ko'p ishlataman, chunki ko'pchilik kompyuterlarda o'ynayotganimda yoki so'zlayotganimda рабочий stolda mana bu bo'lmaydi-da. Shunda sirazi klaviaturani Windows E tugmasini bosganimda o'zi menga o'sha Etude kompyuterni chiqarib beradi ekranimga do'stlar. Sizlar ham bundan foydalaning. Juda ham kerakli tezkor tugmalardan biri hisoblanadi bu. Xo'p do'stlar, bizda keyingi tezkor tugma bu Windows M tugmasi. Bu nimaga kerak desanglar, masalan ko'rib turibman, mana sizlarda ham xuddi shunaqa holat. Juda ham ko'plab o'yinlardan рабочий stolda ochilib qolgan bo'lsa, shunchaki Windows M tugmalarini bossanglar, bu svernet bo'ladi. Svernet nima degani? Xaritasini mana qilib chiziqcha qilib o'tirmaysizlar-da, prosta baravariga Windows M bossanglar, hammasi o'zi pastga tushib qoladi. Ya'ni mana bu yerga pastga panel zadachga tushib qoladi do'stlar. Xo'p do'stlar, bizda keyingi tezkor tugma bu Alt Tab tugmasi bo'lib, bu bizga oynadan oynaga o'tishga juda yordam beradi. Ya'ni mana bu yerga siz olib kelib bosmaysiz va biz buni shunchaki bosmasdan klaviatura yordamida qilishni ham ilojisi bor. Bu shoshilganingizda yoki bu o'yinda bo'lganingizda mana shunday qilib chiqib ketish imkonini beradi. Mana Alt Tab tugmasini bossanglar, mana sizlarda oynalar chiqadi, mana o'zingizlar turgan oynalardan shuni olib kelib turib, Alt Tab bosaverasizlar. Sizga mana shu kerak ham to'xtaysiz. Ikkingisini olib berasiz. Sizga shu kerakmi to'xtaysiz. Mana shunaqa qilib bemalol o'zingizlarga kerakli o'ynani Alt Tab bilan topib olsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, sizlarga bugungi o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Videoga bir dona like va kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar. Keyingi video darslarda ko'rishguncha sizlar bilan men Asilbek Hoshimjonov bo'ldim. Qanday mavzularda video aytishimni, yozishimni, video dars qilishimni kommentariyalarda yozib keting. Sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar.